Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni gaplashmoqchiman. Tomoshabinlarga minnatdorchilik bildirish va izohlarda savollar bilan to'g'ri ishlash. Bu mavzu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin aslida har bir kanal, har bir muallif, har bir mutaxassis va har bir tomoshabin uchun juda muhim. Chunki izohlar shunchaki yozilgan gaplar emas, ular ishonch, aloqa, tajriba almashish va kelajakdagi kontent yo'nalishini belgilaydigan eng kuchli vositalardan biridir. Agar siz bu kanalni kuzatayotgan bo'lsangiz, demak siz uchun aniq, foydali va hayotda ishlaydigan ma'lumot kerak. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va izohlarda o'zingizni qiziqtirgan savolni qoldiring. Men bugun nima uchun har bir izoh muhimligini, savolni qanday yozish kerakligini, qaysi savollarga tezroq javob berish mumkinligini va tomoshabin bilan muallif o'rtasidagi muloqot qanday foyda berishini batafsil tushuntirib beraman. Oldin YouTube yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kontent ko'proq bir tomonlama edi. Ya'ni muallif video chiqarar edi, tomoshabin esa ko'rar, xohlasa like bosar, xohlasa jim chiqib ketar edi. Izohlar ko'p hollarda faqat rahmat, zo'r video, davomini kutamiz kabi qisqa fikrlardan iborat bo'lardi. Albatta, bunday fikrlar ham juda qadrlidir, chunki ular muallifga ruhiy kuch beradi. Lekin vaqt o'tishi bilan vaziyat o'zgardi. Hozir esa izohlar videoning ajralmas qismiga aylandi. Men ekspert sifatida buni juda yaxshi ko'raman. Chunki tomoshabinning savol orqali men uning haqiqiy muammosini ko'raman. Masalan, videoda men biror mavzuni umumiy tushuntirgan bo'lsam, izohlarda odamlar o'z holatini yozadi. Menda mana bunday vaziyat bo'ldi, nima qilay? Hujjatim yetarli emas, qayerga murojaat qilay? Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, imkoniyat bormi? Shunday savollar orqali mavzu tirik bo'ladi. Ya'ni quruq nazariya emas, real hayot bilan bog'lanadi. Avvallar odamlar mutaxassisga savol berish uchun alohida uchrashuvga yozilar, telefon qilardi yoki idoraga borardi. Bu vaqt, pul va asab talab qilardi. Hozir esa izoh qoldirish orqali odam birinchi yo'nalishni olishi mumkin. Albatta, izohdagi javob har doim ham to'liq shaxsiy maslahat o'rnini bosa olmaydi, lekin u insonni noto'g'ri yo'ldan qaytarishi, qayerdan boshlashni ko'rsatishi va keraksiz xarajatlardan asrashi mumkin. Shu sababli men tomoshabinlarga minnatdorlik bildirishni oddiy odob masalasida emas, balki professional munosabatning asosiy qismi deb bilaman. Sizlar ko'rasizlar, savol berasizlar, fikr bildirasizlar, xatolarni ko'rsatasizlar, o'z tajribangizni yozasizlar. Natijada kanal bir kishining minbariga emas, balki foydali bilim almashiladigan maydonga aylanadi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim e'tibor berishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Eng avvalo, har bir tomoshabin shuni bilishi kerak. Izoh yozishdan tortinmang. Ko'pchilik odamlar savolim oddiy bo'lib qolmasmikan? Buni hamma bilsa kerak. Men noto'g'ri yozib qo'ysam kulishmaydimi deb o'ylaydi. Men esa har doim aytaman, agar savol siz uchun muhim bo'lsa, demak u oddiy emas. Bitta odam bergan savol ko'pincha yuzlab odamlarning ichida turgan savol bo'ladi. Masalan, bir videoda men hujjatlarni rasmiylashtirish haqida gapirsam, izohlarda kimdir arizani qo'lda yozsam bo'ladimi yoki faqat elektron shaklda topshirish kerakmi deb so'rashi mumkin. Bir qarashda bu juda oddiy savol. Lekin amalda yuzlab odam aynan shu joyda adashadi. Kimdir noto'g'ri shaklda ariza topshiradi, kimdir kerakli ilovani qo'shmaydi, kimdir eski namunadan foydalanadi. Natijada uning arizasi ko'rib chiqilmaydi yoki muddat cho'zilib ketadi. Demak, oddiy savol real hayotda vaqtni tejaydi. Yana bir misol. Deylik, men soliq, kredit, subsidiya, pensiya, mehnat huquqi yoki ta'lim imkoniyatlari haqida video chiqardim. Izohda tomoshabin yozadi. Men 2002 yilda ish boshlaganman. 2024 yilda shartnomam o'zgardi. Endi menga qaysi tartib qo'llanadi? Bu savolda yillar bor, holat bor, o'zgarish bor. Bunday savolga javob berishda men aniqroq yo'nalish bera olaman. Agar u faqat menga nima bo'ladi deb yozsa, javob ham umumiy bo'lib qoladi. Shuning uchun savol yozayotganda vaziyatning asosiy raqamlarini ko'rsatish juda foydali. Kimlar ayniqsa izoh yozishi kerak? Birinchidan, videodagi mavzu bevosita hayotingizga ta'sir qilsa. Masalan, siz hozir hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, ish joyingizda muammo bo'lsa, bank bilan shartnomangiz bo'lsa, davlat xizmatiga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz yoki oilaviy, moliyaviy, kasbiy qaror oldida turgan bo'lsangiz, savol berishingiz kerak. Chunki birgina aniqlik sizni katta xatodan saqlashi mumkin. Ikkinchidan, mavzuni tushungandek bo'lsangiz ham, o'zingizdagi holat boshqacharoq bo'lsa, izoh yozing. Qoidalar umumiy bo'ladi. Hayot esa har doim turlicha. Masalan, videoda men ariza 15 kun ichida ko'rib chiqiladi desam,
Kimdir izohda menda o'tir kun bo'ldi. Javob yo'q deb yozadi. Bu allaqachon alohida holat. Bu yerda murojaat raqami topshirilgan sana, qaysi tashkilotga topshirilgani, javob kelgan kelmagani muhim bo'ladi. Uchinchidan, agar siz boshqa tomoshabinlarga yordam beradigan tajribaga ega bo'lsangiz, albatta yozing. Masalan, siz biror idoraga borganingizda sizdan qo'shimcha hujjat so'rashgan bo'lsa, qaysi xato sabab arizangiz qaytgan bo'lsa, qaysi portalda muammo bo'lgan bo'lsa, buni izohda yozing. Men bunday izohlarni juda qadrlayman. Chunki ular boshqalar uchun amaliy ogohlantirish bo'ladi. Bir odamning tajribasi 1000 odamga yo'l ko'rsatishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar siz savol berganingizdan keyin darhol javob olmasangiz, buni e'tiborsizlik deb qabul qilmang. Katta kanallarda bir videoga yuzlab, ba'zan minglab izohlar keladi. Masalan, bir videoda 300 ta izoh bo'lsa, ularning 100 tasi rahmat, 60 tasi tajriba, 70 tasi savol, 20 tasi esa mavzudan tashqari fikr bo'lishi mumkin. Har birini o'qib chiqish, mazmunini tushunish va xato maslahat bermaslik uchun vaqt kerak. Men imkon qadar ko'proq savollarga javob berishga harakat qilaman. Lekin ba'zan bir xil savollar ko'p takrorlanadi. Shunday paytda men alohida video tayyorlab, barchaga birgalikda javob berishni ma'qul ko'raman. Yana shuni biling, izohdagi javob umumiy yo'nalish beradi. Agar masala sud, yirik pul, shaxsiy hujjat, sog'liq, soliq jarimasi yoki murakkab shartnoma bilan bog'liq bo'lsa, faqat izohga tayanib yakuniy qaror qabul qilish to'g'ri emas. Bunday vaziyatda mutaxassisga hujjatlar bilan murojaat qilish kerak. Men izohda sizga qayerdan boshlash, nimalarni tekshirish, qaysi savollarni berish, qaysi hujjatni so'rash bo'yicha yo'l ko'rsata olaman. Endi izohlar bilan bog'liq eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta. Shaxsiy ma'lumotlarni ochiq yozmang. Men buni juda jiddiy aytaman. Izohlar ommaviy joy. U yerda pasport raqami, telefon raqami, karta raqami, yashash manzili, shartnoma raqami, bankdagi hisob raqami yoki maxfiy kodlarni yozish xavfli. Chunki bunday ma'lumotlardan firibgarlar foydalanishi mumkin. Masalan, kimdir izohda "Mana mening telefon raqamim, menga qo'ng'iroq qiling" deb yozadi. Bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Chunki sizga kanal nomidanman deb boshqa odam yozishi, pul so'rashi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni olishga urinishi mumkin. Shuning uchun men har doim tavsiya qilaman, ochiq izohda faqat umumiy holatni yozing. Agar shaxsiy maslahat kerak bo'lsa, rasmiy aloqa yo'llari orqali murojaat qiling va albatta kim bilan gaplashayotganingizni tekshiring. Ikkinchi nozik nuqta. Savolni hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Men tushunaman, odam muammoga duch kelsa jahli chiqadi, asabiylashadi, o'zini adolatsiz holatda his qiladi. Lekin izohda hammasi yomon. Hech kim ishlamaydi. Menga yordam bering deb yozilsa, muammoni tahlil qilish qiyin bo'ladi. Buning o'rniga aniq yozing. Men 10 may kuni ariza topshirdim. 25 may kuni rad javobi oldim. Sabab sifatida falon hujjat ko'rsatilgan. Endi qayta topshirishim mumkinmi? Mana bunday savolga javob berish ancha oson. Uchinchi nozik nuqta. Videoning sanasiga e'tibor bering. Ba'zi mavzularda qoidalar tez o'zgaradi. Masalan, elektron xizmatlar tartibi, to'lov miqdorlari, ariza muddati, imtiyozlar, soliq stavkalari yoki hujjat shakllari yangilanishi mumkin. Agar siz 2 yil oldingi videoga savol yozayotgan bo'lsangiz, o'sha videodagi ma'lumot hozir to'liq amal qilmasligi mumkin. Shuning uchun savolda hozirgi kunda 2025 yil holatiga yangi tartib bo'yicha deb aniqlik kiritish foydali. 4-chi nozik nuqta. Izohdagi bahs va haqoratdan foyda yo'q. Men turli fikrlarni qo'llab-quvvatlayman. Kimdir rozi bo'lmasligi mumkin. Kimdir boshqacha tajribaga ega bo'lishi mumkin. Bu normal holat. Lekin haqorat, kamsitish, millat, jins, kasb yoki hudud bo'yicha yomon gaplar muammoni hal qilmaydi. Aksincha foydali muloqotni buzadi. Agar siz men bu fikrga qo'shilmayman, chunki amalda menda bunday bo'lgan deb yozsangiz, bu juda foydali. Agar siz hech narsani bilmaysiz deb yozsangiz, hech kimga foyda bo'lmaydi. 5-chi nozik nuqta. Bir xil savolni 10 marta yozish shart emas. Ba'zi tomoshabinlar javob tezroq kelsin deb bir savolni har xil videolar ostiga takrorlab yozishadi. Bunda savol yo'qolib ketishi yoki spam sifatida ko'rinishi mumkin. Eng yaxshi yo'l mavzuga mos video ostiga bir marta aniq savol yozing. Agar savolingiz muhim bo'lsa, uni tartibli yozing. Masalan, savolim mehnat shartnomasi haqida. Men 6 oy ishladim, yozma shartnoma berilmadi, oylik naqd to'landi. Endi ish beruvchi meni ogohlantirmasdan chiqarib yubordi. Qanday hujjat so'rashim kerak? Bunday savolda muammo aniq ko'rinadi. 6-chi nozik nuqta. Izohdagi boshqa odamlarning maslahatini ham tekshiring.
Ba'zan tomoshabinlar bir-biriga yordam berishadi, bu yaxshi. Lekin har bir maslahat to'g'ri bo'lavermaydi. Kimdir o'z tajribasiga tayangan holda yozadi, lekin uning holati siznikidan farq qilishi mumkin. Masalan, bir odamga 2023 yilda ma'lum tartib qo'llangan bo'lsa, sizga 2025 yilda boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shuning uchun har qanday maslahatni rasmiy manba, mutaxassis yoki tegishli tashkilot orqali tekshirish kerak. Endi siz izoh yozmoqchi bo'lsangiz, aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Videoni oxirigacha ko'ring. Ko'pincha savolning javobi videoning keyingi qismida bo'ladi. Agar siz faqat birinchi 2 daqiqani ko'rib savol yozsangiz, asl javobni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Shuning uchun avval videoni to'liq ko'ring, keyin savolni yozing. Ikkinchi qadam, savolingizni bir mavzu atrofida tuzing. Bir izohda 5 ta mutlaq boshqa savol bo'lsa, javob berish qiyinlashadi. Masalan, kreditim bor, pasportim almashtirilgan, ish joyimdan ketdim, aliment masalasi ham bor, yana subsidiya olsam bo'ladimi deb yozsangiz, bu bir nechta alohida mavzu. Yaxshisi asosiy muammoni tanlang va avval shuni yozing. Uchinchi qadam, kerakli faktlarni yozing. Men odatda quyidagi ma'lumotlarni ko'rishni xohlayman. Voqea qachon bo'lgan, qaysi tashkilot yoki tomon ishtirok etgan, sizda qanday hujjat bor, sizga qanday javob berilgan, hozir nimani hal qilmoqchisiz. Masalan, men 2024 yil noyabr oyida ariza topshirdim. Javob 20 kundan keyin keldi. Rad sababi sifatida daromad yetarli emasligi ko'rsatilgan. Men qayta topshirishim mumkinmi? Bu juda yaxshi savol shakli. 4-qadam. Shaxsiy ma'lumotlarni yashiring. Agar hujjat nomini yozish kerak bo'lsa, raqamni to'liq ko'rsatmang. Masalan, shartnoma raqami 22.45 deb yozish o'rniga shartnomam bor, raqamni ochiq yozmayman deyishingiz mumkin. Agar sana muhim bo'lsa, sanani yozing, lekin maxfiy kodlarni yozmang. 5-qadam, agar muammo dolzarb va muddatli bo'lsa, buni alohida ko'rsating. Masalan, menda javob berish uchun 3 kun qoldi. Sud majlisi 25 iyun kuni. Ariza topshirish muddati ertaga tugaydi deb yozing. Bunday savollar vaqt jihatidan muhim bo'lgani uchun men yoki boshqa tajribali tomoshabinlar tezroq e'tibor berishi mumkin. 6-qadam, rasmiy javob olingan bo'lsa, uning mazmunini yozing. Ko'pchilik menga rad javobi keldi deydi, lekin rad sababi nima ekanini yozmaydi. Rad javobining sababi juda muhim. Hujjat yetarli emas, muddat o'tgan, talabga javob bermaydi. Ma'lumot topilmadi yoki vakolatli organ emas degan sabablarning har biri bo'yicha har xil yo'l tutiladi. 7-qadam, izohda muloyim va aniq bo'ling. Bu faqat odob uchun emas, amaliy natija uchun ham kerak. Aniq, hurmat bilan yozilgan savolga javob berish osonroq. Men tomoshabinlarim orasida bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'ladigan muhit bo'lishini juda xohlayman. Chunki bunday muhitda odamlar savol berishdan qo'rqmaydi. 8-qadam. Agar men sizning savolingizga javob bermagan bo'lsam, boshqa izohlarni ham o'qing. Balki aynan sizning savolingizga o'xshash savolga javob berilgandir. Ba'zan bitta video ostida irimta bir xil savol bo'ladi. Qayerga murojaat qilamiz? Qancha muddatda javob keladi? Qanday hujjat kerak? Shuning uchun izohlarni ko'rib chiqish ham foydali. 9-qadam, agar mavzu bo'yicha alohida video kerak bo'lsa, buni yozing. Masalan, iltimos, shu mavzuda alohida video qiling. Amaliy misollar bilan tushuntiring. Ariza namunasi bilan ko'rsating deb yozing. Men kontent rejasini tuzishda tomoshabinlarning shunday izohlarga katta e'tibor beraman. Agar bir mavzu bo'yicha 30-40 savol kelsa, bu albatta alohida video qilish kerakligini bildiradi. 10-qadam, minnatdorlik va fikrni ham yozing. Bu mayda narsa emas. Rahmat, foydali bo'ldi. Men shu maslahat bo'yicha murojaat qildim. Menda natija ijobiy bo'ldi. Bu joyini tushunmadim kabi izohlar menga videoning qanchalik foydali bo'lganini ko'rsatadi. Agar siz natija haqida qayta yozsangiz, boshqa tomoshabinlar ham undan o'rnak oladi. Masalan, kimdir men siz aytgan tartibda ariza topshirdim, 12 kunda javob oldim deb yozsa, bu yuzlab odamga ishonch beradi. Men alohida ta'kidlamoqchiman, tomoshabinning vaqti juda qimmat. Siz videoni ko'rish uchun hayotingizdan 10 daqiqa, 20 daqiqa, ba'zan yarım daqiqa ajratasiz. Siz menga ishonib ma'lumotni tinglaysiz. Shuning uchun men har bir ko'rish, har bir like, har bir izoh va har bir obuna uchun minnatdorman. Bu shunchaki chiroyli gap emas. Kanalning rivojlanishi aynan sizlarning faolligingizga bog'liq. YouTube tizimi ham tomoshabinlarning munosabatiga qaraydi. Agar video like olsa, izohlar ko'p bo'lsa, odamlar oxirigacha ko'rsa, tizim bu videoni boshqa odamlarga ham tavsiya qiladi. Natijada foydali ma'lumot ko'proq odamga yetib boradi.
Masalan, bir video 5000 odamga emas, 2000 odamga chiqsa, demak yana 45000 odam muhim ma'lumotni bilib oladi. Balki ularning ichida huquqini himoya qiladigan, pulini tejaydigan, hujjatini to'g'ri topshiradigan, aldanib qolmaydigan odamlar bo'ladi. Shuning uchun like bosish ham, izoh yozish ham befoyda harakat emas. Bu bilim tarqalishiga yordam beradi. Men sizlardan faqat passiv tomoshabin bo'lishni emas, faol ishtirokchi bo'lishni so'rayman. Chunki kanalning sifati faqat men tayyorlagan videolarga emas, siz bergan savollarga ham bog'liq. Siz savol bersangiz, men mavzuning qaysi joyi tushunarsiz ekanini bilaman. Siz tanqid qilsangiz, men qaysi joyini yaxshilash kerakligini ko'raman. Siz tajriba yozsangiz, boshqalar real holatni biladi. Yana bir muhim narsa, izohlarda madaniyatli muloqot shakllansa, bu butun jamiyatga ta'sir qiladi. Biz ko'pincha internetda qo'pol gaplar, shoshma-shosharlik, noto'g'ri axborot va asossiz bahslarni ko'ramiz. Lekin foydali kanal ostida odamlar bir-biriga dalil bilan, hurmat bilan, aniq savol va aniq javob bilan murojaat qilsa, bu boshqa muhit yaratadi. Men aynan shunday muhitni qadrlayman. Sizga yanada oson bo'lishi uchun savol yozish namunasini beraman. Masalan, siz hujjat masalasida so'ramoqchisiz. Shunday yozing: Assalomu alaykum. Men 2025 yil fevral oyida tuman davlat xizmatlari markaziga ariza topshirdim. Mendan ikkita hujjat so'rashdi, bittasi menda yo'q. Rasmiy rad javobi hali kelmadi. Shu holatda kutishim kerakmi yoki qayta murojaat qilaymi? Mana bu savolda salom bor, sana bor, joy bor, muammo bor, savol aniq. Agar ish joyi bo'yicha muammo bo'lsa, men kes oy ishladim, lekin yozma mehnat shartnomasi berilmadi. Oylik karta orqali tushgan. Endi ishdan bo'shatishmoqchi. Ishlaganimni isbotlash uchun nimalarni yig'ishim kerak? Bu savolda javob berish uchun asosiy faktlar bor. Men bunday holatda odatda oylik tushumlari, yozishmalar, guvohlar, ish jadvali, buyruq mavjudligi, tashkilot nomi kabi masalalarga e'tibor berish kerakligini tushuntiraman. Agar moliyaviy masala bo'lsa, men bankdan 3 million so'm kredit olganman. Uningdek oy to'laganman. Hozir 2 oy kechikish bor. Bank jarima qo'shayotganini aytdi. Shartnomada jarima bandini qayerdan tekshirishim kerak? Bu ham aniq savol. Bu yerda men shartnoma, to'lov jadvali, kechikish foizi, bankka yozma murojaat, restrukturizatsiya imkoniyati haqida yo'l ko'rsatishim mumkin. Ko'rib turganingizdek, yaxshi savol bu uzun roman emas, lekin asosiy faktlar bor savoldir. Juda qisqa savol ham qiyin, juda uzun va tartibsiz savol ham qiyin. Eng yaxshi usul 5-7 jumlada vaziyatni yozish, oxirida aniq savol berish. Bugun men sizlarga, tomoshabinlarga minnatdorlik bildirish va izohlarda savollar bilan to'g'ri ishlash nega juda muhimligini tushuntirdim. Izohlar kanalning jonli qismi. Sizning savollaringiz orqali men yangi mavzularni tanlayman. Tushunarsiz joylarni aniqlayman va real hayotdagi muammolarga yaqinroq yondashaman. Sizning tajribangiz esa boshqa tomoshabinlarga yordam beradi. Esingizda bo'lsin, savolni aniq yozing, faktlarni ko'rsating, shaxsiy ma'lumotlarni ochiq qoldirmang. Videoning sanasiga e'tibor bering. Boshqa odamlarning maslahatini tekshiring va muomala madaniyatini saqlang. Shunda izohlar oddiy gaplar to'plami emas, balki foydali bilim bazasiga aylanadi. Men har biringizga chin dildan rahmat aytaman. Videolarni ko'rayotganingiz, like bosayotganingiz, izoh yozayotganingiz, xatolarni ko'rsatayotganingiz va savollar berayotganingiz uchun minnatdorman. Endi sizdan so'rayman. Shu mavzu bo'yicha fikringiz qanday? Siz izohlarda savol berishda ko'proq nimadan qiynalasiz? Qaysi mavzuda alohida video kutyapsiz? Izohlarga albatta yozing, videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni yoqib qo'ying. Chunki keyingi videolarda ham men siz uchun eng kerakli, amaliy va hayotda foyda beradigan ma'lumotlarni tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.